Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, joninglar sog'mi, omonmisizlar akalar. Agro servis do'konimizdan otoradionimiz uchiga mana bunaqa chopadigan nasatkalarni olib kelayotgandik va ko'pchilik oldi, xarid qildi. Ukam bir ishlashini ham video qilib chiqarib bergin deganlarga otoradion apparatga uchidagi chopadiganini olib kelib o'rnatdik. Bir qator mana kartoshka dalasiga kelganmiz. Kartoshkani ichini bir qator sizlarga chopishini ko'rsatib beramiz. Kimga shunaqa nasatkalar yoki o't o'raydigan apparatlar kerak bo'lsa, ekranda pastida nomerlarimizni qoldirib ketyapmiz. Telefon qilaverasizlar. Apparatni atayin yangi apparatga emas, eski apparatga qo'yganmiz. Chunki yangi apparatda obroti baland, baquvvat bo'ladi deb ko'pchilik yozmasin deb eski apparatga qo'yapmiz. Yangiga qo'ysalar bundan ham zo'r aylanadi. Ketdik. Bitta ishlashini ko'rasizlar akalar. Kartoshka ekilgan joy, sayson agentga kartoshka ekilgan ekan mana. Bir qator mana ishlashlarini ko'ringlar. Kartoshka ichini chopish uchun juda ham zo'r. Yerni olishlarini qaranglar akalar. Keyin umuman kesak chiqarmaydi. Shu tomonlama ham juda ham zo'r. Maydalab ketyapman. Haydayotgan odam ham umuman qiynalmaydi. 50, 60, 70 sotidan karchigas bo'lsa ham bir kunda o'zingiz bemalol chopib qo'yasiz. 10 ta, 5 ta odam olib kelib, qo'liga 1 million, 1,5 million pul berish shart emas akalar. Tayyor o'tiradigani bilan olsangiz 1,5 million so'mga o'tiradigani bilan olasiz. 50 soti joiz 2 marta kultivatsiya qildirsangiz 1,5 million pulingizni baribir olib chiqib ketyapti akalar. Ko'ringlar, xohlagan paytda kunda kultivatsiya qilsangiz bo'ladi. Abroti lekin vashshi zo'r akalar. Ishlashini qaranglar. Chuqurroq olaman desa, yana ham bosadi, men qaranglar. Yana ham bo'lsa, yana ham chuqurroq oladi. Ko'rishinglar mumkin. Qancha ko'p bossa, shuncha chuqur oladi. Qarang. Va chopgan joylarini qaranglar. Juda ham zo'r akalar. Kimga shunaqa nasatkalar kerak bo'lsa yoki o'tiradiganlar kerak bo'lsa, ekranda pastida nomerlarimizni qoldirib ketyapmiz. Bemalol telefon qilib xarid qilib olishinglar mumkin. Chekkasidagi mana bunaqa o't-o'tlarni o'ldirgani ham, kultivatsiya qilgani ham juda ham zo'r. Uchida nasatkani ham bitta ko'ringlar, bo'ldi. Oddiy nasatka, lekin yerda juda ham zo'r qilib ishlab beryapti. Kartoshka dalasiga kelganmiz. Ko'pchiliklaring pomidor ekkansizlar, bodring ekkansizlar yoki shunaqa ekin qilib ekkansizlar, uni ichini kultivatsiya qilish kerak, chopish kerak yoki chizillash kerak, qanaqa texnika qilsa yaxshi bo'ladi deb ko'pchilik oqtarib yuribdi. Agro servis har doimgidek sizlarga yechim berishda davom etadi. Hozir abetdan keyin shu dalamizga 7-6 kuchli motoblogimizni olib keldik. 17-6 kuchli motoblogimizni ham olib keldik. Bu orqada chopayotgan kultivatsiya apparatimizni ham olib keldik. Uchalasini xuddi shu yerda, bitta yerda hammasini ko'rsatamiz. Shtop qaysi biri sizga yaxshi bo'lsa, qaysi biri ma'qul bo'lsa, tanlab turib bemalol agro servis do'konidan kelib xarid qilishingiz uchun. Ko'p hozir 2 hektardan oshiq joy, pomidori, bodring, mana bunaqa kartoshka ekilgan. Ko'pchiliklaring mana shunaqa ekinni qilyapsizlar. Uni ichini chopig'ida yoki mana bunaqa kultivatsiya qilishida, agat olishida katta texnika olib kelib 1,5-2 milliongacha pul sarflanyapti. Agro servis sizlarga juda ham zo'r yechim beramiz deb harakat qilyapmiz. Arzon, sifatli ham hamyonbop texnikalarni sizlarga tavsiya qilamiz. Shunaqa katta ekinlarning ichida bemalol kultivatsiya qilib ishlatsalaring bo'ladi. Ishlatib katta pul sarflash shart emas. Videoga bitta like bosib qo'ysalaring, abetdan keyin aytganimdek motoblogni olib kelamiz. Motoblogni ham, gusenitsamizni ham 17-6 kuchli motoblogimizga yasagan chizilimizni ham olib kelib, xuddi shu yerda solib bir qator sizlarga ishlashini tekshirib beramiz. Bunga va'da bergandim, yerga olib kirib solib ishlatib tekshiraman degandim. Mana va'damizdan chiqdim. Ishlatdim, tekshirdim. Kimga qiziq bo'lsa, nasatkani o'zini narxi 400 ming so'm. O'tiradigan bilan oladigan bo'lsalar, o'tiradiganlar 600 ming so'mdan boshlab 850 ming so'mgacha agro servis do'konidan topishinglar mumkin. Bundan oldin o'zingiz o'tiradigan apparatingiz bo'lsa ham, eski apparat bo'lsa ham farqi yo'q. Mana tushaveradi akalar, bemalol. Biz ham atayin eski apparatga qo'yib olib kelganimiz sababi yangi bo'lib turib, ko'pchilik kommentda ukam yangi apparat, quvvati baland, o'shani hisobiga yaxshi olyapti demaslik uchun eski apparatni olib kelib qo'ydik. Yangi apparatni qo'ysalaring ham zo'r va bundan ham sifatli olib beradi. Kimga video qiziq bo'lgan bo'lsa, aytganimizda bitta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa shunaqa videolardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.